Bugun siz bilan Dilshod Shomurodov kanali va bugun sizlar bilan Dilshodni qanday qilib, ya'ni DRS'ni yashirib qo'yishni o'rgataman. Infinix telefonlarida yashirib qo'ysangiz, masalan, oyingizni, adangizni telefoni bo'lsa, bu juda ham foydali. Topib bilmaydilar, o'chirib tashlab bilmaydilar. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam ketdik. Uchun do'stlar, mana bunday qilib sozlamalarga kirib olamiz. Mana pastroqqa tushamiz, yashirin ilovalar joyi turibdi, shunga bosamiz. Mana men kod qo'yib qo'yganman. Men barmoq izi ham qo'yganman. Barmoq izi bilan tasdiqlayman. Mana rasmlar, videolar, yozuvlar, hujjatlar, yashirin ilovalar. Yashirin ilovalarga bosamiz. U yoqqa masalan rasm, videolarni yashirsa bo'ladi. Mana qo'shishni bosamiz. Loading bo'lyapti. Ozgina kutamiz. Mana derisini tanlaymiz. Mana tushdi. Endi chiqib ketamiz do'stlar. Tekshirish uchun. Mana do'stlar yo'q. Delisi yo'q. Ko'rib turganlaringizda delisi yo'q. Mana video foydali. Mana delisiga kiryapman. Agar shu video 20 ta like yig'sa, delisi akkauntimni obzor qilib sizlarga ko'rsataman va urug'laringizni yozib ketasizlar. Xayr.